ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha ham Cobalt oz segmentida yaxshi natija ko'rsatadi. Avtomobil odatda 1,5 litr benzin dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel kundalik haydash uchun yetarli quvvat beradi va yoqilg'i sarfi ham ancha tejamkor hisoblanadi. Shahar ichida harakatlanishda avtomobil juda qulay va boshqaruvi yengil. Rul tizimi aniq ishlaydi va suspenziya yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun yanada qulay harakatni ta'minlaydi. Shuningdek, avtomobilda xavfsizlik tizimlari ham mavjud bo'lib, ABS stabilizatsiya tizimi va xavfsizlik yostiqchalari haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlaydi. Narx jihatidan ham yangi Cobalt oz sinfida juda raqobatbardosh bo'lishi kutilmoqda. Bozor va konfiguratsiyaga qarab avtomobil narxi taxminan 12 mingdan 16 ming dollargacha bo'lishi mumkin. Bu esa uni yangi sedan sotib olishni rejalashtirayotgan ko'plab haydovchilar uchun juda jozibador variantga aylantiradi. Arzon xizmat xarajatlari va yoqilg'i tejamkorligi ham ushbu avtomobilning eng katta afzalliklaridan biri hisoblanadi. Umuman olganda, 2026 yilgi Cobalt bu oddiy, ishonchli va kundalik hayot uchun juda mos sedan. Zamonaviy dizayn, keng salon va tejamkor dvigatel uni ko'plab haydovchilar uchun yaxshi tanlovga aylantiradi. Agar sizga avtomobillar haqidagi shunday videolar yoqsa, Avtoline kanalini kuzatib boring, chunki bu yerda avtomobil olamidagi eng yangi yangiliklar va qiziqarli sharhlarni muntazam ko'rishingiz mumkin. Bugun siz Avtoline kanalida ko'pchilikka tanish bo'lgan va juda mashhur sedan avtomobilning yangilangan modeli haqida gaplashamiz. Bu 2026 Chevrolet Cobalt. Ushbu avtomobil ko'p yillar davomida o'zining ishonchliligi, oddiy texnikasi va arzon xizmat ko'rsatish xarajatlari bilan mashhur bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi model esa biroz yangilangan dizayn, yaxshilangan qulaylik va zamonaviy texnologiyalar bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Agar siz kundalik foydalanish uchun qulay, tejamkor va ishonchli sedan izlayotgan bo'lsangiz, yangi Cobalt albatta e'tiborga loyiq. Yangi modelning tashqi ko'rinishi oldingi avlodga qaraganda ancha zamonaviy ko'rinadi. Old qismida yangilangan radiator panjarasi va keskin dizaynga ega faralar avtomobilga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Bamper ham qayta ishlangan bo'lib, avtomobilga biroz sport uslubidagi ko'rinish beradi. Yon tomondan qaraganda silliq va oddiy chiziqlar sedan avtomobil uchun klassik dizaynni saqlab qolgan. Yangi alyuminiy disklar esa tashqi ko'rinishni yanada jozibador qiladi. Orqa qismida esa yangilangan stop chiroqlari va soddaroq, ammo zamonaviy bamper dizayni mavjud. Umuman olganda, yangi Cobalt tashqi ko'rinish jihatidan oddiy, ammo zamonaviy ko'rinishga ega. Salon ichkarisiga kirganingizda avtomobilning keng va qulay ekanini darhol sezish mumkin. Ichki dizayn juda sodda, ammo amaliy. Bagaj qismi ham juda keng bo'lib, kundalik foydalanish yoki sayohatlar uchun yetarli joy taqdim etadi.